Tahoratni buzish masalasida jinsiy a'zoga to'siqsiz teginish tahoratni buzadimi va bilmasdan tegib ketish tahoratni buzadimi yoki yo'qmi? Bu masalada ahli ilmlar orasida ixtiloflar bor. Lekin agar qandaydir to'siq bilan teginsang, bu tahoratni buzmaydi. Agar masalan bir erkak kiyim orqali yoki ayol kishi kiyim orqali jinsiy a'zosiga teginsa, tahorat buzilmaydi. Bundagi ixtilof faqatgina qo'l bilan hech qanday to'siqsiz jinsiy a'zoga teginsa, tahorat buziladimi? Ya'ni terga teginganda. Bu masalada ahli ilmlar orasida ixtiloflar bor va bu masalada 3 xil fikrga bo'linishgan. Birinchi gap, bu jinsiy a'zoga teginish tahoratni buzadi. Nabiy sollallohu alayhi va sallamning umumiy gaplari bilan kim a'zosiga teginsa tahorat qilsin. Kim jinsiy a'zosiga teginsa tahorat qilsin. Bu suradan mashhur hadis. Ikkinchi fikr, tahorat buzilmaydi. Birinchi gap Imom Shofiyning gapi, ikkinchisi esa Abu Hanifaning tahorat buzilmaydi degan gap. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir kishi kelib, men a'zoimga tegindim deganda, u zot albatta u sening badaningning bir qismi dedilar. Albatta u sening badaningdan bir qism. Bu a'zoga teginish tahoratni buzmasligiga ishora qiladi. Va xuddi shuni Ibn Abbosdan so'rashganda, a'zoga teginish tahoratni buzadimi deb. Men zakariga tegingan inson bilan burnini ushlagan odamning farqini ko'rmayapman degan edi.